Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz, Angor, Sherobod va Qiziriq tumanlarida amalga oshirilayotgan obodonlashtirish hamda infratuzilmani rivojlantirish ishlarining borishi bilan tanishdi. Dastlab Termiz tumanining Namuna va Mustaqillik mahallalarida avvalgi o'rganishlarda berilgan topshiriqlar ijrosi ko'zdan kechirildi. Hozirda ushbu hududlarda obodonlashtirish ishlari, ichki yo'llarni ta'mirlash va asfaltlash, chiqindilarni bartaraf etish, irrigatsiya tarmoqlarini tozalash hamda suv ta'minoti tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlar jadal olib borilmoqda. Viloyat rahbari qurilish va obodonlashtirish ishlarining sifatini qat'iy nazoratga olish, har bir loyihani tizimli tashkil etish, belgilangan muddatlarda yakunlash hamda mahallalar qiyofasini tubdan yaxshilash yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berdi. Shundan so'ng Sulton Saodat va Al-Hakim at-Termiziy ziyoratgoh majmualarini o'zaro bog'lovchi yangi avtomobil yo'lini barpo etish ishlari, shuningdek at-Termiziy mahallasida Islom taraqqiyot banki ishtirokida amalga oshirilayotgan xalqaro loyiha doirasida mavjud maktab uchun qo'shimcha o'quv binosi qurilishi bilan tanishildi. Shuningdek, Termiz, Angor, Sherobod va Qiziriq tumanlarida xalqaro moliya institutlari mablag'lari hamda davlat dasturlari doirasida og'ir va tanlab olingan mahallalarda amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalarining ijrosi mahallalar kesimida tahlil qilindi. Tahlillar davomida har bir loyihani jadallashtirish, qurilish ta'mirlash ishlarini belgilangan talablar asosida sifatli yakunlash hamda obyektlarni 2 hafta muddatda foydalanishga topshirish yuzasidan mas'ullarga qat'iy vazifalar belgilandi. O'rganishlar davomida Angor tumanining Guliston mahallasida 90 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun yangi bino qurilishi, shuningdek Sherobod tumanining G'ambur va Qiziriq tumanining Yangi hayot mahallalarida avvalgi o'rganishlar davomida berilgan topshiriqlar ijrosi ko'rib chiqildi. Viloyat hokimi barcha hududlarda qurilish ishlarining sifati, belgilangan muddatlarga so'zsiz rioya etilishi hamda aholi uchun muhim ijtimoiy infratuzilma obyektlarini qisqa muddatlarda foydalanishga topshirish ustuvor vazifa ekanini alohida ta'kidladi.